Hamma salom bo'lasizlar bilan Sultonbek. Bugungi videoda biz telefonda просто Mirochi o'ynab ko'ramiz. Hozir bir qanaqa qilishim ko'rsataman sizlarga bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalda hali ko'p videolar chiqadi. Va nima haqida chiqadi? Mobile Legends, Brawl Stars, Minecraft. PUBG ham bo'lishi mumkin, lekin 100% bas. Mana shu joyda tashan ekanman, mana bolalar PUBG tortdim. Jigaram akkauntim berdi. Mana hozir ko'rsataman, mana shu IDlar terib durjasizlar, hammalikni olaman. Kim bilar shu YouTube'ga video olamiz bolalar. Hammaga rahmat. Bo'ldi ana. Kirib oldik. Yomon tez kirdi bu safar. Ozgina qatyapti. Hozir to'g'rilayman qatishini to'g'rilaydi. Bo'ldi. Shu o'rinda ozgina Minecraft nasibga qilishdan o'rgatib ketay sizlarga, qaranglar mana. Ko'pchilikda kirganda mana shular bo'ladi. Hech kimga yoqmaydi bu. Yangi boshlaganlar bo'lishi mumkin. Ular farqi yo'q, o'ynaveradi. Xo'p. Men bu eski versiyalardan boshlagan odamlar bo'lsa, bunga ko'nikmaganda, chunki qaranglar. Bu ham yaxshi upravleniya yomon emas. Faqat o'rganish qiyin bo'ladi-da. Hozir sizlarga shu narsani to'g'rilashib o'taman. Mana shu nasibga kirasizlar. Pastga tushsalaring. Kasanya degan joyga o'tsa, mana izmingiz upravleniya bor. Ikkinchisiga qo'yib turib, nasibga upravleniya qirsalaring, mana shunday ularni shaffofligi bilan razmerini o'zgartirsalaring bo'ladi. O'zi yaxshi hozircha menga. Keyin pastroqqa tushsalaring mana. Oxirida mana shu oxiridan tepada 3-inchisi mana razdelit elementi. Masalan, kompyuterda plus yonib qoladi. Mana. Dumalag'i olib tashaladi. Bemalol o'ynarasizlar mana shunda. Mana shunga qo'yib olsalaring yaxshi. PvPda qiynalmaysizlar, dumalag'ida vashcha qiyin ketadi PvP o'ynash. Plusga qo'yib olsalaring 1-2 kun o'ynasalaring o'zi o'rganib qolasizlar. Hop, videoga bitta video hech narsa yo'q. Videoda показать кнопку Paranormal камеры. O'shani yoqib qo'yish kerak. Vizualyatganda kerak bo'ladi bu narsa, to'g'ri. Yana nima bor mana? Ha, bo'ldi, videoga tushganda hozirgi narsani ko'rsatib mana. Uni aytda ko'z paydo bo'ldi, ko'rgan bo'lsalaring. Bossalaring kamera o'zgaradi. Hammaga salom, bir balo deb video olasizlar YouTube'ga. Hop. Keyin videoga tushsalaring, kompyuterda invertarni kompyuterda qilib beradi. Mana eng pastga tushasizlar, bu yerda karmanni bor. O'shani klassический qilish kerak. Buni ko'rdilaring? Kompyuterga ozgina o'xshatib berdi. Ko'p bas, hozir yaxshi-da, normalniy. Keyin live hack bor bu yerda. Masalan, taxtali narsa yasatganlaringda faqat birinchi bo'lib kirka yasab olinglar bolalar. Keyin mana o'zlaring taylaringga tushib tosh olasizlar. Hop. Boshlanishiga 6 tam yetadi. Ko'proq olyapman. Tepaga chiqish bor hali. Qilich ham yasab olaman-da, chunki bolta bilan zombi yuradigan bo'lsa tez joni ketib qoladi. Qancha hozir qilich ham kerak emasda yasashim mayli, farqi yo'q bizga. Mana уже sразу toshligini qayerga ketadimiz, sразу. Birinchi bo'lib tashlab, birinchi bo'lib kirka yasanglar taxtalikdan, keyin sразу tosh olinglar. Bo'ldi. Buni ne qilib tashlab yuborsak ham bo'ladi mana bu kirkani. Keyin mana invertarni qo'ymaganlaringdan yaxshi mashma qo'ygan qaranglar. Bironta narsani tanlasam, o'rtada nimalarga yozuvi chiqib turib, to'sib qo'yapti ikkita joyda. Nima borligi bilinmay qolishi mumkin. Yo'qolishini kutish mumkin. Unchalik zarari tegmaydi hammi. Mana shunaqa qilishni ko'raman-da. Hali zarar bo'lib qolishi mumkin-da. Hop. Keyin yo'llaringdan chiqqan hayvonni o'ldiringlar cho'chqadan tashqari. O'zlaring bilasizlar yana. Masalan, mana g'orlarga tushganlaringda ovqat tugab qolsa, o'lib ketish naqa bo'ladi. Oson. O'lib ketishlaring, tez o'lib ketishlaring mumkin.
Hop. Ozgina aylanib yursak, qo'y yana. Keyin kechqurungacha tezroq 3 ta qo'y o'ldirish kerak. Bolasi bo'lmaydi. Agar 3 ta qo'y o'ldirib olsalaring, 3 ta qo'yni juni bilan 3 ta taxtadan bitta divan yasasa bo'ladi. Kech payt sirasi unda o'tkazib olasizlar. Agar kech paytgacha bir 2 ta yoki bitta topolmagan bo'lsalaring qo'y. Kech payt o'rgimchaklar spam bo'ladi. O'sha spamda bo'lgan o'rgimchaklar o'ldirsalaring ip tushadi ulardan. O'sha ip 4 ta ipdan bitta jun yasasalaring bo'ladi. To'y o'ldirmay qo'yib, unchalik ko'p ovqat qoldirmaydi. To'ydirmaydi qorinni. Qum hozir kerak emas. Mana g'or topdik. G'orga kirishdan oldin temir ko'rgandek bo'ldim men aytdi. Temir bas ekan adashib. Ko'mir. O'yinni boshda eng kerakli narsalardan biri mana shu. Faqat o'yinni boshda emas, oxirigacha kerak bo'ladi Minecraftda. Suvga tushmasdan hammasini ko'rib olsak. Kommentariyga yozib qo'yinglar bolalar. Keyingi safar nima o'ynaymiz? Nima o'ynashim kerak? Nima deyapman? Keyingi safar qanaqa qaysi o'yindan video qilib chiqaray? Shunaqa demoqchi edim. O'rganaman. Nihoyat server ochishdi. Server ham ochib o'ynaymiz birga ulanib. Opayning mayur. Chiqish azob bo'lyapti. Mana chiqdik. Zombi chiqyapti, zombi. Maytda ham ko'mir bor ekan, ko'rmapan. Men ko'rdim, ko'zim teggandek bo'ladi. Yomon qatyapti, hozir to'g'rilayman shu narsani. Shayda o'chirib qo'yim kelyapti. Mashina o'chirardimiz. Xranilishi, aytdik o'tirib, destruitdan o'chirish kerak. Hozir men sizlarga aytdim, o'z boshida shu video olishni boshlaganimda Honor 400 telefonda o'ynayotgandim. Hozir S1 ga almashtirdim. Normalniy telefon ekan, yoqdi. Hozir ko'rasizlar. Cho'tgina narsa ko'rsataman. Menga kirib olaylik. Ozgina qatishi mumkin. U vid qaranglar. Mana qarab turinglar bas. Borib. O'tirsa-ya hozir. Nifiga. Yomon ketyapti-yu. Mon qaranglar bolalar, aytdi. Mana shu shader olinmadi. Mana shu bilan birga qo'shilib ketdi onasi, deyapsan. Mana u qatish qaranglar bolalar. Shadersiz qatmaydi unchalik. Aksiyon bir bola teksturasiz. Mana shuni o'chirish kerak-da. Bolalar, mana o'chdi. Mana uni qaranglar, vashiy-yu. Quyosh tushayotgan taraf. Men bu yerda hali qorong'ida ko'rmaganman-da, eng qizig'i. Sizlar bilan birga ko'ramiz ekanda qorong'ida. Mana realniy qaranglar bitta. Bashi. Normalniy qatib beryapti, ama. Ko'p narsa topib telefonga. Bitta o'chirib chiqarganmiz shekilli-ya, vallahi. Ana. Prosta rasmga tushib olaylikmi? Quyoshni qaranglar, lava nagli. Bulutlar uni o'zgarmagan. Ozgina ko'p bas. Lekin suv
Yapasını yemsin. Mon qaranglar, mana uni. Tan degan qo'shiq bor edi, o'shani qo'yib yuborish kerak. Hozir ko'ramiz. Bunday qilamiz, kadr olamiz. Hozir olamiz ekanmiz. Bunday qilib turib. Bo'l endi. Bunday qilamiz, bo'ldi. Ulgurdim. Ozginasiga faqat. Video. Sizlar o'rganganlar, indikator emas, shu, короче. Скрыть руку. Hop. Ana. Zombilar qaranglar, onasini yemsin. Kerak emas-da shu narsa. Просто tomosha qilamiz ozgina. Chat ketdi. Kelar bolalar endi chiqib turib, o'zim sizlarga bitta merimni ko'rsataman bolalar. Bu yerda necha kun yashagandim? Hali 10 kun yashamaganman, lekin adashmasam, yo yashab qo'ydimmi ekan? Hozir. Shaderni o'chirib qo'yaylik. Shader debman. Sal oddiy Minecraftga o'xshatib qo'yaylik. Bo'ldi. Mazamos qat ketadi telefon. Yoni ketmasa bo'ldi ishqilib. Bam, mana kirdik. Hozir o'zgartni hayoqataylik mana narsani. Qorong'i bo'lib sifatda ham. Scratcher qoni yo'qtirib, mana uni yo'qotamiz. Bo'ldi ana. 7 kun yashagan ekanman. Qishloqdaman albatta ham. Ko'mirga o'layotganimda chiqib ketdim. Hozir nechta temir topganimni ko'rsataman sizlarga. Normalniy temir topib qo'yganman. Mana qaranglar. Pishgan temir bir saku 16 ta, pishmagani 52 ta. Kiyimim ham polniy, shitim ham bor. Orujalarim ham to'la turibdi. Ikkita paqiram bor temirdan. Vashshaymi? Bitta ikkita narsa ulab qo'ydim-da. Au. Hoppa, qo'y, o'ldiramiz. Shuncha g'orda yurib, umrimni g'orda o'tkazib, bitta ham olma topmadim borib, faqat temir. Bir marta o'lganman bu yerda. O'shanda ham men aytdi, suv bilan tushayotganimda, короче, endi tushsam, creeper turibdi. Creeper portlasa suvda naqa urinib ketmaslik kerak. Lekin esdan chiqib, creeper tashqarida, men esa suvda desam, yana keldi. Ha, ko'ryapsizlarmi? Yo'q joydan kelib qolaveradi bor. Mana palakat bo'laman-da. Mana yaqinda qo'shilgan-u. Yaqinda qo'shilmagan, yaqinda biz dunyoda ham spam bo'lishni boshladi. Oddiy dunyoda ham zombi ot. Yo'qaylikmi? Opaynim yur. Yana voy hozir o'laman. Meni hozir o'ldirishadi. Yo'qmaydi. Juftlaring qana tirilib ketgani? Tirik qo'yganimi? Tirilib ketganimi to'g'ribman-ku. Hop, ko'mir bor.
Mana u ham bor. Naglik qo'y go'sht pishirib yuboraylik. Ungacha pishguncha uxlab turadi. Bam. Ertalabga qo'y go'shti, men ungacha uxlab kelaman deydi. Va yonyapti otam. Ot yonib ketdi. Ot zombi ot yonib ketdi. Yana pishdi mana. Endi jon to'lishini kutib o'tiraman. Kelinglar Minecraftda hech kim qilmagan ishni qilaman. Qilamiz to'g'ri. Hozir men ko'pataymirim. Mashq qishloqqa go'limini o'ldirmasdan o'zimiz yana bitta go'lemni qurib beramiz. Yoni ketyapti. Yani kelib turib, tushunmadi, qara kelib turib portladi menga. Nu qaysi ataylar yoqmadimi aytdi men. Qani. Xo'p, hozir Neqtirib verstakni qo'yaylik. Nechta? 1, 2, 3, 4. Va bitta qaychi. Qaychilmaganligini bilsalaring kerak. No, hozir ko'rasizlar. Qahramonliklarimiz hozirgacha maktab. Ona nima yur bam. Qurgim kelmayapti, bu narsani faqat to'g'risida qilardim. Mayli endi. YouTube uchun deb. Hop. Yana qilmaydi. Yana sara. Hop. Bam. Öl endi portla. Varashga portla endi varash. Og'zing kula bo'ldi jahon. Mana narsa o'zi bo'lmadi bolalar qaranglar. Creeper kelib turib portlasa qalqonni qilib olsak, basi jon ketmayapti-da. Hozir Ninja, Creepers. Apayni hozir oldinlari hozir bir qancha 2 dollarga joy olardi-da kavida. Hozir basi jon olmayapti-yu. Qaranglar mana. O'lib ketsam, ha? Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr bolalar. Cho'zilib ketib qoldi video. Montaj qilolmadim, vaqt bo'lmadi, uzr hammaga. Hammadan uzr so'rayman. Yoki qilgan bo'laman, yoki qilmagan bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Nafika sepaman.